qumliqqa kiray. Heliqi qiz bilan mo'mayni ushtirib qolsam ajab emas. Men qaysofkim, qumliq degan odatdagi joy emas-chima? Bir qitim chirpaqslar, hamma fuqlar. Bo'lmaydi, das bo'lmaydi unga chidaq yagishmisizlar. Sil degan qush bir qiz Zaynab, butun qumliqning malikasi maqma. Sen ko'rgan ba'zi narsalar qumliqning maxfiyati. Bek ko'p narsani ko'rib ketganlar va bilib ketganlar bu qumliqdan chiqolmaydi. Qaraganda xatarlik yagi endi kelgan o'xshaymiz. Ammo o'shar bo'lalar. Hamma bishing deysan. Men uni o'zining po'qini o'zi yeydigan saran qilib qo'yay. Qumliqning o'ttirisida adam nima ishlatganda? Qum xalqimikin deyman. Ma ukimiz tansingdek chiroyli bo'lganda ekan, biroq jin olvosining yavitishi aniq deyman. Voy, onmay. Qaya bersla oyaga. Bir adam gul xayondirib o'ltirdi. Bizni qo'g'layotgan Mushi chapoyga. Tagli makonda ko'rganlarim nomli cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar. 7-qism. Men eg'zimda bundaq deb qo'ygan bilan yuragimda yanada ansirab ketyapti. O'zimning ko'pchilikka yuk bo'lishdan boshqaga qarg'i kelmaydiganligimni bilatdim. Lekin ish bu darajaga yetganda boshqa kelganni ko'ramiz demakdan boshqa amalmi yo'q. Shunda xiyol qilib tursam, shu professor mashinaga chiqdi. Uning chiroyidan xijil bo'lganligi chiqib turadi. U yonimga kelib o'ltirib dedi. Qandoq tursiz ukam? Men yaxshi. Sizchi? Men ya og'rib qolmadim. Lekin qaysi kun bo'lgan ishlar sal ta'sir qildimi, kayfiyatim zodil yaxshi emas. Oldingizda iyaga kirib ketgidek bo'lib qoldim dema. Yo'q, undaq demisizlar aka. Men to'g'ri tushunaman. Siz bilmaysiz. Siz o'shingizdan ketgandan keyin Matquvonjon inimizga kelib, bu yerda uzun tusoq bo'lmaydi. Bu yerdagi zaharli qum idamni sapra qilib qo'ydi deb hammamizni qaytirib ketdi. Ish qilib men qarsammi, u kunki ishlar normal emasdek. O'ylagan seri Saidi bilan sizga qarab xijil bo'lib ketyapman deng-a. Uningdan boshqa shu kundan boshlab bakli sapra bo'lib qoldim. Lekin bara-bara o'zimni kontrol qilishni o'rganyapman. Shug'inisi qumdan chiqib bo'lguncha nerv kasalliklar doktorxonasiga loyiqli bo'lib qolgandekman. Bu zodi qandoq ishdi deyman. Matquvonjon shu yerdagi qumning ta'siri dedi. Qarsam u ozroq narsani biladigandekmi turdi. Lekin ko'chilab so'rasam, kulib qo'yib gap qilmadi. U kishi degandek zaharlandikmikin yoki menmi faqat tegiga yetanmadim. Shu professor eg'ir tinib qo'ygandan keyin jimib ketdi. Mashina asta-asta ilgirlamoqda. Kallam beshiba oxiri yo'q nurg'un savollar bilan to'shib ketgan. Yetib xiyolimga kelganicha o'ylab baqdim. Birinchi, men qumliqqa kira-kirmayla 13 yil burunqiga o'xshash g'alitli ishlarga yo'liqdim. Acaba bu mundaqli to'g'ri kelishmidi? Yoki qumliq menga alohida muomala qilyapti? Ikkinchi, nemishqa men yo'liqqan ishlar to'g'ri kelib qilish emasdek. Xuddi orqa ko'rinishida birining qo'li bodek tuyulidigandi. Uchinchi, agar u ishlar bir tasadduqiylik deb o'zimni alday desam, nemishqa bundaq ishlar doim menga ushtiraydi. Bu qitimmi naq hiliqi 3 kishi boyaga kelganda mening hojat qilg'im keldimi yoki ular men siydigan joyga kelib aroq ichib o'ltirib oldimi? To'rtinchi,
Heliqi qumlar odamni zaharlasa, shu professor va mendan boshqa hech kim zaharlanmadi. Demak, bu undaq oddiy ish emas. Biz yana bir kun mangandan keyin ko'pchilik mashinadan tushishga boshladi. Voy, qassam qapirib ketdi jama. Voy. Meningmi qapirib ketdi fikam. Voy. Ay, to'la odamni do'rmislar jama. Heli baka terkib qolaman. Saidi bilan shu professor gap takallashib mashinadan tushdi. Shu professor hali hamma shundaq sabra edi. Ulardan ansirab men mashinadan tushdim. Tushib turishimga van boshliq yenimga kelib gap qildi. Qanday ukam? Bu joyni tanidingizmi? Yo'q, bu qayer bo'lib ketdi? Bu dal 13 yil burun biz sizni qutqizib olgan joy shu. Lekin men bu yani faqatla asliyamdim. Qarsam hammasi o'xshash qumliqdagi bilindi. Albatta shunday bo'ladi-da. Chunki bu yer yildan yilga o'zgarib turadi emasmi? Endi qanday qilamiz aka? Qanday qiladiq? Siz yo'l boshlab, bizni o'zimiz qalayimqanchilik yo'liqqan hamma joylarga boshlab opiring. Ko'rib boqaylik. Bu esimga olamsam qandaqmi yo'l boshlab bora olayman? Men o'ng'aysizlanib turib qoldim. Van boshliq mening bundaq turg'inimni ko'rib, ko'nglimni tushangandek bo'ldimi? Yana savol so'radi. Undaq bo'lsa, hech bo'lmasa Heliq mo'mayni uchratgan joyni topa olasiz. Men atrofga tafsiliy qarab o'tgandan keyin yana beshimni chayqadim. Yo'q. Qarsam hamma yer o'xshashda hil turdi. Osh gapini topsaq, hech bo'lmasa 50% umid tug'iladi. Amsa biz atrofni mashina bilan izlab baqsak qanday deysiz? Ma'qul. Shunday qilaylik. Biz maslahatlashgandan keyin atrofni aylanishga boshladik. Lekin yarim kun aylanibmi, heliqi mo'mayning kapisi uchtirmadi. Van boshliq bag'an seri umidsizlikka cho'mib, to'xtamay tamaki chekib ketyotdi. Uning bu holatiga qarab, men xijil bo'lib qoldim. Demisimi, men qumliqqa kirishdan burun ansirgan ishmi dal mushu ish edi. Lekin men qumliqqa kirishdan burun mushundaq bo'lishini bilgandek, qumliqqa kirmayman desam, van boshliq bilan Saidi zodi kirmasang bo'lmaydi deb turibdi. Men hech bo'lmasa mo'mayning kapsini bo'lsimi tepib beray deb o'ylasam, kim bilsin? Qumliq osonli o'zgarib turdi ekan emasmi? Hech ahmoqandan sirt biz toki qorong'i tushguncha aylanibmi, hech nimani topolmay boya kelgan joyimizga kelib qoldik. Shu professor ko'zoynigini ilib surtkash gap boshladi. Voy. Bu ishdan hech qanday natija chiqmadi. Ko'pchilik, endi qanday qilamiz? Qanday qiladiq? Chedirlarni mushiyaga tikib, bugun kechini mushiyada o'tkazaylik. Ondan ati bir kun yana davomli izlab boqaylik. Agar halimiz bo'lsa, ati bira yeb uch tepilib qolar. Navoda atim hech qanday bir anas tepilmasa, matquvan degan joyga berib boqaylik. Nimali bo'lsin ish qilib, quruq qaytmaymiz degan gap. Biz chidirlarni tikib yotqudek joylarni ratlab bo'lganda, allaburun qorong'i tushishga boshlagan edi. Biz ilvagan narsalardan yeb qo'saqni to'yg'izgandan keyin hammaylan orom elish uchun kirib ketdik. Ala hazal yarim soat o'tmay sirtdan birining varqirgan ovozi anglandi. Chimba dedim. Sirtdan anglangan ovoz Saidining ovozi edi. Yugurib chiqsam, mendan boshqa hammaylan sirtga chiqib bo'lgan bo'lib, Saidi ko'pchilikka gap qilib atadi. Qaqqatlab iqsla, o yerda bir odam gul hayondirib o'ldirdi. Hammaylan Saidi ko'rsatgan tarafda valildab kuyayotgan o'tni ko'rdik. Lekin Gulxon yenidagi qop-qora uzun kiyim kiyib olgan gavda odammi yoki boshqa narsami aniq farq atkilib bo'lmayotdi. Qaraganda natijasiz qaytib ketmaydigan bo'ptiqda. Van boshliq shundoq degash oldiga necha qadam mangdi. O'ylamagan yerdan matquvan yugurib kelib, Van boshliqning oldini to'sdi.
bo'lmaydi unga. Sizlar bu yerni uqmaytli xo'jam. Eng yaxshisi chiqmaylimakma. Neymiş bu adam bilan paranglashib boqmaymiz deymi? Qumluqning o'ttirisida adam nima ishqanda? Amsa, men uni rasm tatib isbot qilib saqlab olay. Harim bo'z ishlarimiz natijasiz qolmaydigan bo'ldi. Van başliq shundoq degash, yenidan apparatni ilib, o'xshamagan o'rindan bir necha parcha suratga tortdi. Ondan hammaylan chidirga qaytib kirdik. Bexatarlik uchun hammamiz bir chidirga kirib o'ltirdik. O'ylamagan yerdan 5 minut o'tmay chidir sirtida qattiq bo'ron chiqib, nurg'un putlarning qum ko'shgan oyoq tevishi anglanishga boshladi. Yana demiqimga bilinar-bilinmas xushpuroqmi o'rilishga boshlagan edi. Voy bu sirtki kimdi? To'xtanglar. Men qarab boqay. Saidi bilan shu professor past ovozda shundoq deyishgandan keyin shu professor asta engishib, chidirning latisini ozroq qayrib turib, ko'ringan yo'chiqdan sirtga qaradi. U birdan qarab turgandan keyin rangi o'chgan holatda ayol kishining oyog'ini ko'rdi. Tova. Mushunda qum bo'ronda bu yerda ayol kishini ish qiladigan-da, ha? Yo'ldan ezib qolgan bir qiz bo'lib qolmasa yana. O'tjo, ma ishni ko'rang. Hammaylan hayronlik bilan bir-birimizga qarashib turib qilishdik. Faqat Matquvalla ancha hayron qolmagandek qiladi. Van boshliqmi menga o'xshashla Matquvanga diqqat qilgan bo'lish kerak. Past ovozda uning yeniga kelib so'radi. Sizlarcha sirtkisi odammi-du? Matquvan gap qilmay, yo'q degan ma'noda beshini chayqadi. Amsi nima-du? Menmi buni aniq bilmayman. Lekin shu qum xalqimikin deytma. Ha? Qum xalqi? Xatarlikmi? Matquvan yana beshini chayqadi. Xatarlik emasmi? O bayiqiga o'xshash beshini chayqib edi, van boshliq taqozolik bilan so'radi. Asta, boshlaring to'la chaqavama gap qisili deyma. Menmi buni toza aniq bilmayman. Ishqilib imobaldan boshqalari teshig'i chiqishmislimoqmi? Matquvan shundoq deb meni ko'rsatib qo'ygandan keyin qatlimi karvatga chiqib, o'zini tashlab uxlashga tamshadi. Men uning yeniga kelib so'rdim. "Sizlar meni damla?" O javobning o'rniga "ha" degan ma'noda beshini langishdi. "Amsi men sirtga chiqsam bo'lamda?" O yana gap qilmay "ha" degan ma'noda beshini langishitgan edi. Baydan beri hech nima demay qarab turgan Saidi Matquvanga sesiq gapni o'qdek yog'dirib etdi. Apla deyma ukam. Voy bir og'iz gapni ortiq qilsa, nech pul ziyon tortiyla. Qaylab baqsam qumga chiygandan biri gap deganni gram misqallab qilyotila. Ish qilibcha gaplari oltindanmi qimmat bo'latida. Agar ma'qul ko'rsla, kamini bir gapning donasini 1000 so'mdan olay, jiqroq gap qilib boy bo'lamanmanla. Shu banada bizmi iniqroq tushunib qolala, maqama. Saidining sesiq gaplarimi Matquvanga ta'sir qilmadi. O avvalgidekla Saidiga qarab kulib qo'yib, yana beshini cho'kirib yetib oldi. Biz har qancha gap qilsaqmi, o gap qilmag'ashqa, amalsiz sirtga chiqib sinab beqish qaroriga keldim. Ondan ideya bo'yicha tayyorlik qilgandan keyin cho'nqur nafas ilib sirtga qarab maqdim. Voy nega borsiz ukam? Shu sirtga chiqib boqaymikin deyman. Chaqchaqmanga ukam, talo chiqish shart bo'lmagan ekan. Eng yaxshisi bir kechini tinish o'tkazib, ati bu yerdan sog'-salomat ketaylik. Oy, shu professor. Bu nima deganlari? Biz bu yerga mushundaq ishni tekshiramiz deb kelgan-ya? Amiz qandoq qilamiz? Ha? Qarab turib bu balani yolg'iz sirtga chiqarib qo'ysak qamlashmas. Qancha eni qilsaqmi, mushundaq jon bilan o'ynashib eniqlamdik. Hammanglar ko'rdinglar. Qumliq deganda odamga har qism ishlar uchrab turdi ekan. Masalan, meni misolga olsak, 3-4 kundan beri bekaga terikadigan sapramijaz odam bo'lib qoldim. O'zim bilaman. Bu mening o'z maylim emas. Shunga har qanday ish bo'lsa-mu, Kamoljonni yolg'iz chiqarsak qamlashmaydi. Shaka. Menmo Kamoljonni sirtga yolg'iz chiqarg'izayli demadim. Faqat qaytib ketayli degan so'zingizga qo'shilmayman da'vatman.
Van başliq shu professorning chin turvag'anligini ko'rib, oxirgi qarorini o'ttirg'i qo'ydi. Ko'pchilik qumga chirishdan burun hammamiz mushta bo'ladiganligini bilgan. Dal mushunda bo'g'ini omatimizning kagini. Biz hargiz bundaq kichikgina qiyinchilikni ko'rib oqimizga yansoq qamlashmaydi. Agar katkisi bola bo'lsa, mashinadan ana ikkisi bor. Birisini bekalab berma. Bo'libmi shu aka? Men sizlarni professor bizni nazorat qiladi, bir ish yo'liqsaq yo'l ko'rsatdi deb akagan. Kilakanmay bazgakdek titrab beramikin deb apkamigan. Sizlar bizga boshlamchi turib bundaq degayada. Boshqalarning ko'ngliga nima xiyol kelmoqchi? Buni bilib bo'g'ilmaydi. Van boshliqning so'zini anglab, shu professor jimib ketdi. U qatlimi karvat ustida o'tirib, tamakidan bir ikkini ulab chekivatgandan keyin dedi. Amiz qanday qilamiz? Kamaljon bilan ikkimiz sirtqa chiqib qarab boqayli. Boshqalar musha jim o'tirib turinglar. Qanda? Van boshliq meni boshlab sirtqa mangay devidi. Matquvan uni to'sib qo'ydi. Hoy, hocam, kelganlar sizni izlab kelmadi maqma? Ima baldan boshqalari sirtqa chiqsa bo'lmaydi. Sizlar qanday bilinglar? Men buni bilmay qolinglar. Kelganlar biri mushu balni izlab keldik. Kelgancha, ma balni sirtqa chiqarishmasang hammani yasatma deydi. Hozirmi mashinamizni yasab bo'laqliq. Matquvanning bu gapini anglab, kulkam qistab ketdi. Boshqalarga qarasam, Saydimu menga o'xshash kulkisini tasdi besib turgandek qiladi. Van boshliq Saydi ikkimizga qarab, gilini qirivatgandan keyin gap qildi. Meningcha Matquvanning degani to'g'ri. Nemishqi bunda deysan, desanglar, mao Saydi biladi. Biz bu yerga sonsiz qitim kelgan, lekin bir qitimmi menda g'alit ishni ko'rib boqmagan. Lekin mush Kamoljon paydo bo'lsa, g'alit ishlar o'z bizni izlab keladi. Masalan, 13 yil burun biz Kamoljonning yo'l boshlashida Mo'mayning uyiga boramiz deb menib, natijada necha qadam menabli qumboranga yo'liqqan. Mana bu qitimni Saydi bilan birga kirib, g'alit ishlardan neri bo'lolmadik. Ondan haras. 4 kun burun shu professor bilan Saydi nadin kelgan noma'lum Ushsaboyga yo'l qo'yib, shu professor saranglab qoldi. Yo'q, sabravlab qoldi. Lekin Mao Kamoljonga qasong diqqat qilib baqdinglar. Zaboylarni ikkisi tang ko'rgan. Ikkisi o'xshash sabravlab qolgan. Lekin Saydi shu qumliqdan ayrilgandilar, mana normallashib ketdi. Ammo shu professorcha hozirgacha hammamizni ko'zil tillab yuradi. Demak, Saydi bizga o'xshamaydi. Mush nuqtadan elib etsam, Matquvanning deganlarining asosi bor. Shundaqdimi bu balani yolg'iz sirtqa chiqarsak qandoq bo'lar? Manda qildi. Yolg'iz chiqmasin. Yana men birga chiqay. Qanday Matquvaviston?